Dersimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Davos minberide nişanga aylanıp kalıştan korkup jöngu taş bakadak tügülüp oldu. Reis Xi Jinping daimi komitet azalarından kimnidir Davos'a evet işini rad kıldı. Mavzulu haber 1 ayının 24. günü boşun torbitide ilan kılın. Haber mundaq başlandı. Yılda bir qatim eçiladigan Davos Dünya İqtisad Munbiri bugün, yani 24. günü Şveysariyaning Davos şehrida yapıldı. 4 günlük yığın mezgilida şüphesiz ki dünyanın iqtisad meseleleri tartış qılındı. Qızığı şu yerdeki adətdə xalqara səhnelerden paydalanıp, iqtisad nəticələrini koz qilish üçün bir qancha qitim devletin vezirini ve siyasi büronun əzasını əvətib, Davos yığınıga qatnaştırgan Cungo Kompartiyası, bu qitim siyasi büronun əzası, yani daimi heyət əzası emas. Devletinin muavir reisi Li Wenchao'ni Şveysariyaga Davos şehriga avatib yig'inga qatnashtirdi. Jungo vakillar umigining odam soni qisqarib ketdi. Dardisi tuvallab ketdi. Bu qatim Jungo Kompartiyasi xalqaro Davos yig'iniga qatnashishning darajasini tushirib etdi. Hatto so'g'oq muomala qildi. Çünkü adetki oxşaşlı siyasi büronun əzalarından kimde birisini əvətib yığınğa qatnaştırdığan bolsa, bu kişi bu yığında tənqid qılıdığan nişanğa aylanıp qaladı. Jungo'nun iqtisadi krizis içi turğan şundaq bir paytda, qiyinchilikdan qutuluşning çağrılarını tapalmay turğanda devlet reisi Davos'a berip, yığınğa qatnaşıp, tənqidning nişanı bulup qalishni xalamaydı. Devletning vaziri Li Keqiang ham bu xatarni o'ddi kelishni xalamaydı. Mesele siyasi büronun muhakemesiga qo'yilganda, axırda Reis Xi Jinping Davos yığınıga qatnaşquchilarning darajasini tushirdi ve Davos yığınıga qatnashishning harortini tushirib etdi. Boşun torbiti erişken haberge asaslanganda Davos yığını uyuşturguchi Cenva Üniversitetining professori Klaus Schwab bu yıllık Davos yığınını teşkillashning dastlabida Jungo'ning davlat reisi Xi Jinpingni yığınga qatnashishga taklif qilgan. Ötken yili Jungo'ning Wujin shahrida dünyaviy internet yığını açılgan mezgilde Profesör Schwab özü Reis Xi Jinpingni Davos yığınıga taklif qilgan. Lekin Jungo taraf kundalik tartib to'qinishini sabab qilib, ko'rishib Davos yığınıga Reis Xi Jinpingning qatnashishini rad qilgan. Demek şu derecede hürmet kıldı. Mesela Davos yığını Şveysariyada teşkilligichi ve bunu çakırık kılgı, teşebbüs kılgıcı, keyin uyuşturgucu, teşkilligichi profesör özü Jungo'nun Wujin şehriga berip, xalqaro internet yığını qatnaşqanda öz ağzı bilen Reis Xi Jinpingni yığınga taklif kıldı. Demek bu qatim Davos yığınıga Reis Xi Jinping barmay turib aldı. Sebebi nima? Yuqorida aytgandek, bu qatim ular yuqori darajalik rahbarlar Davos yığınıga bolsa, bu xalqaro iqtisod yığınida tanqidning obyektiga aylanib qolishdan qo'rqdi. Jungdan Xayning ishidagi ishlardan xabardor kishilarning boshun torbitiga oshkorlashiga asoslanganda, Reis Xi Jinpingning O'rta Sharq ziyarati Davos yig'ini bilan bir qadamda bo'lib qolgan. Bu bir bahona. Reis Xi Jinpingning xizmat tartiblarining jiddiyligini hisobga olib, Davos xalqaro munbirini uyushtiruvchi taraf Jungo'ning vaziri Li Keqiangni Davos yig'iniga qatnashishga chaqirmoqchi bo'lgan. Bunun için 1 ayının 15. gün Şveysariyaning tashqi ishlar ministri maxsus Beijing yetib kelib, safarning oxirida vazir Li Keqiangning Davos yig'iniga qatnashib berishini taklif qilgan. Kutmagan yerdan Shveysariya tashqi ishlar ministrining taklifi ham rad qilingan.
Cungudan Xayning ichki işlerden xabardar kişilerinin boşun torbiyetiga bildirishicha, Jungo iqtisodi jo'ch kelgan eg'ir vaziyatni o'ylashib, Davos yig'inida Jungoning tanqid nishoniga aylanib qolishidan saqlanish uchun bo'libmi, yer shari bo'yicha aksiya bozorlariga ofat targ'uvchi davlat deb tanqid qilish obyektiga aylanib qolishdan saqlanish uchun Jungo Kompartiyasi 7 o'lchab bir kesib siyosiy byuroning doimiy a'zolarining birisining Davos xalqaro iqtisod munbir yig'iniga qatnashmasligini qaror qildi. Siyasi büronun daimi a'zosi ve devletning ma'mur vaziri John Gowley burun Davos munbir yig'iniga qatnashgan edi. Oxiri Jungo taraf vakili bo'lib, Jungoning ma'mur raisi Li Wenchao va qo'rchoq hokimiyatga qo'rchoq huquqlar hech nima gap o'tmaydigan bir odam Davos yig'iniga qatnashdi. Her yil ochiladigan bir qatim ochiladigan xalqaro Davos iqtisod munbar yig'ini dunyo iqtisod sohasidagi mavjud masalalarni tadqiq qilib, xalqaro hamkorlikni va almashtirishni ilgari surishni maqsad qilib, dunyoviy apparat edi. Maqsad qilgan dunyoviy apparat edi. Har yili davlat boshliqlari, hukumat boshliqlari, xalqaro cho'ng shirkatlarning vakillari, boshliqlari bu yig'inga qatnashadi. Bu yil Jungoga nima bo'ldi? Jungoga nima bo'lganligini biz yuqorida iqtisod masala bo'yicha tahlil qilib keldik. Bu xalqaro yig'in iqtisod yig'ini ekan, Jungo o'zining ahvoliga qarab o'ltirib, Jungo rahbarlari bu yig'inga qatnashmadi.